Hech o'ylab ko'rganmisiz? Minecraftdagi eng kuchli o'yinchi kim? Bu haqida hamma bilsa ham kerak, lekin ba'zilar bilmaganlar ham bor. Bu asosan qiz bola o'yinchi va uni asosan Terminatorda opasi desa ham bo'ladi. Aytgancha, u Dream yoki Darkwise'da ham kuchli Dreamni ham yutgan. U qiz bola o'yinchi. Marlo haqida u Marlo bo'ladi. Marlo haqida bilmaganlar uchun hozir ma'lumot qo'yib beraman. Sizlar kanalga obuna bo'linglar. Bugun sizlar bilan mana Admain. Kanalga obuna bo'linglar. Tezroq men ham mingta bo'lishim kerak. Kerak qisqacha ma'lumot. Marlo u qiz bola, eli hammani eng kuchli o'yinchi. Hozirda u eng katta reytingda turibdi. Hozircha u eng katta reytingda turibdi. Hozirda uni kanalida 372 mingta obunachisi bor. Shuning uchun ham atiga unda 17 ta video bor. 17 ta video bilan tezroq mashhur bo'lib ketgan. Va Marlo haqida ma'lumot mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana Marlo juda ham zo'r o'yinchi. Unda hammaga xayr, sizlar kanalga obuna bo'lsanglar, bugun sizlar bilan mana shu Admain bo'ldim. Video yoqmasa kanalga obuna